Teshik ko'pigamiz mana. Yerga bilasizlar, do'konlarni. Ko'p do'konlar. Suvdagi okin normalniy pasyapti mana. Hali bolalar mana shu o'sib chiqyapti deydi. Sekin tushirib oldik mashinadan. Bir mashina yuklarimiz eng qiziqi qadrdonlar mana yemdi. Mamaliga, uch sharoitida qilingan mamaliga. Bunaqa 10 litrli chelikda space kormlar, asal hidi, revit hidli space kormlar. Xo'sh. Sekin otishni boshlaymiz qadrdonlar mana. Mana aslovchilar poplok o'da juda ham chiroyli natijada bo'lyapti. Har doimgidek ikkitali poplokdan foydalanaman. Mana bu holatiga qurchoq va bunga aparish joylashtirib, aparish birasini endi o'sha tepa tarafidan tiqamiz, bosh tarafidan cho'zuvchan mayda balon hamlasiga ham bemalol turib beradi. Mana ikkita aparish buterbrod qolmiz. Vobla bag'lari zo'r bo'lyapti. Unda azmakam o'tiribdilar. Azmakam feederda o'qiyaptilar. Bitta feeder, bitta poplokda o'qiyapmiz. Poplokka o'ni biladiganlarga shu yerda sizlardan ajoyib komment kutib qolaman. Xo'p, mana qadrdonlar mana ikkitali poplok. Ketdik. Natijani ham ko'rsataman. O'tgan safar degancha 3-4 sekund emas-ku. Yaxshi bo'ldi, xudo xolasa. Ketdik. Chamasi 10 metr, 15 metrga o'taman. Hoppa, ko'rgan bo'lsangiz tushdi. Ketdi, hamla boshlandi. Poplokka. Fiksiyonlar zo'r ishlayapti. Qo'loqsa poplokka. Ketdi. Barakalla. Kameraga olib kelishga harakat qilaman. Ikkitali mana. O'ynashga. Quvvat bo'ladi. Qulpini endi mazasini beradigan mana penoplastlarni zo'r ishlayapti. Mana. Chuvalchangdan keyin uni joylashtirib qo'yaman. Poplokni ko'rayotgan bo'lsa qadrdonlar mana. Ketdi. Yani ikkitalar mana. Qadrdonlar. Quvvat bo'ladi. Ha, jonivor, subhanalloh. Bittasi sazancha ekan, chiqyapti ekan. Bo'ldi, bo'ron yomon kelyapti mana. Mana changi qaranglar. Ketdi. Voy. Astagfirulloh. Yomon bo'ronni. Changib ketdi nerda. Voy. Mana sizlarga. Bo'ron. Birdan kelib qoladi. Shu tarafdan keldi, ko'prik tarafdan keldi. Bizga bitib ketdi. Zo'mni o'chirib olmasmi, gazmi?